Biz jonli efirdamiz, eslatib o'tamiz. Siz O'zbekiston vaqti bilan dasturini tomosha qilyapsiz va bugun 11 fevral ekanligini yana bir bora ta'kidlab o'tishimiz lozim, chunki aynan bu kun muhim sanalardan biri. Bugun xalqaro ilm-fan sohasida xotin-qizlar kuni. Albatta, aytishimiz kerakki, UNESCO ma'lumotlariga ko'ra dunyo bo'ylab ayollarning fan sohasidagi o'rtacha ulushi 31,5% ni tashkil qiladi va mamlakatimizda ham xotin-qizlarning fan, ta'lim va ilmiy tadqiqotlardagi ishtiroki bugun faol qo'llab-quvvatlanmoqda. Bugun dasturimiz mehmonlari ham olamalar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Yosh olimlar kengashi raisi, biologiya fanlari doktori professor Hilola Matniyazova va kelajak bunyodkori medali sohibi, akademik harakatchanlik dasturi g'olibi Iroda Shermatova. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Keling, avvalo savolimizni olima ayollar haqida boshlasak. Bugun mana sizning bayramingiz, avvalo tabriklaymiz. Bugungi kunda yurtimizda mana shunday olima ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun imkoniyatlar yetarli deb hisoblaysizmi? Albatta, chunki oxirgi yillarda ayollarga, ayniqsa ilm-fan bilan shug'ullanayotgan ayollarga juda ko'p e'tibor qaratilmoqda. 2021-yildan boshlab ilm-fan bilan shug'ullanayotgan ayollar uchun alohida loyihalar tanlovi e'lon qilindi. 2021-yildan boshlab har yili Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan ayollar uchun grantlar e'lon qilinib borilmoqda. Bu albatta respublikamizda ayollarni, ilm bilan shug'ullanayotgan ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun muhim bir tashabbus desangiz bo'ladi. Rahmat. Mana bugungi kun Toshkent farmatsevtika institutida ham katta tashabbuslarga uchramoqda va aynan bu institutda ayollar va umuman ayol talabalar, yosh olimlar uchun qanday imkoniyatlar ochilmoqda? Marhamat, Irodaxon, sizga. Toshkent farmatsevtika institutida men o'zim yosh olim sifatida hozir doktoranturada mustaqil izlanuvchi sifatida 3-bosqich doktorantman va shu vaqtgacha Vengriyani Debrecen universitetida top 500 talikka kiruvchi universitetlardan birida malaka oshirish imkoniyati berildi. Hamda shu bilan bir qatorda Turkiyani top 1000 talikka kiruvchi Ege universitetida ham malaka oshirish va ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish imkoniyati berildi va yaqinda Yaponiyaga tashrif bo'ldi va bunda ham Toshkent farmatsevtika instituti tomonidan juda ham katta qo'llab-quvvatlash bo'ldi va Yaponiya Expo Butunjahon ko'rgazmasida ham mana shu loyihalar bilan, ilmiy izlanishlar bilan ishtirok etish nasib etdi. Va aytishimiz kerakki, bugun 11 fevral kuni yurtimizda Markaziy Osiyo olima ayollarining xalqaro ilmiy konferensiyasi bo'lib o'tadi. Keling, mana shu konferensiyaga to'xtalsak, undan ko'zlangan maqsad nima va konferensiya doirasida qanday ishlar amalga oshiriladi? Bu konferensiyani nima qilishdan maqsad, bu yerda albatta ilm-fan bilan shug'ullanayotgan olimalarni bir joyga to'plash, tibbiyot, farmatsevtika, qishloq xo'jaligi, biotexnologiya, axborot texnologiya yo'nalishida faoliyat olib borayotgan Markaziy Osiyodagi O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikistondagi olimlarni bir joyga to'plash va hozirgi kundagi o'sha dolzarb muammolarga bag'ishlangan ilmiy izlanishlarni bitta to'xtamga kelish. Chunki Markaziy Osiyo bilamiz, bizning iqlimimiz bir xil, ishlab chiqarishimiz juda ko'p, nimalarimiz yaqin. Shuning uchun albatta O'zbekiston uchun muammo bo'lgan hozirgi kundagi masalalar Markaziy Osiyo uchun ham muammo bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bu forumdan asosiy ko'zlangan maqsad ilm-fanda hozirgi kunda yutuqlarga erishayotgan olimalarni bir joyga to'plashdan iborat. Bilamizki, ushbu faoliyatlarning bari katta mehnatni talab qiladi va katta mas'uliyat, katta ishtiyoq bilan bajariladi va bugungi kunda siz mana shu innovatsion yechimlar, yangiliklar bilan ularni amaliyotga joriy etishdagi balansni qanday ushlay olyapsiz degan savolni ham berishga majburmiz, chunki qilinayotgan ishlar juda ham ko'p va ularda prioritetal nuqta, ya'ni ketma-ketlik qanday qo'yilmoqda? Bu yerda birinchi navbatda ayollarga juda ko'p alohida o'sha imtiyozlarning berilishi deb o'ylayman. Mana magistratura uchun ham bakalavrdan keyin ayollar uchun alohida grantlar ajratiladi. Ya'ni magistraturaga kirgan qizlarimizning
kontraktlar to'lab beriladi. Maqsadli kvotalar ajratilgan, ya'ni oliy ta'limdan keyingi ta'lim uchun ham, ya'ni ilm bilan shug'ullanishni xohlagan ayollarimiz uchun hozir O'zbekistonda juda ham yaxshi imkoniyatlar bor deb o'ylayman. Ayniqsa mana Fanlar akademiyasi tizimidagi tashkilotlarni oladigan bo'lsak ham, ayol qizlarimiz uchun alohida e'tibor beriladi. Hozirgi kunda laboratoriya uchun kerakli jihozlar, tadqiqot olib borish uchun barcha shart-sharoitlar yetarli deb o'ylayman. Keling, mana yosh olimamizdan so'rasak, sizning ilmiy ishingiz nima mavzuda bo'lgan va bugungi kunda amaliyotga joriy qila olyapsizmi? Ilmiy ishimizning mavzusi nanotexnologiya asosida yangi dori texnologiyasini ishlab chiqish va shu asosida substansiyani ishlab chiqishdan iborat va bu bo'yicha ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan va o'simlik moddalari kimyosi instituti bilan hamkorlikda laboratoriya tadqiqotlarni amalga oshirib joriy eta olish, davlat ro'yxatidan o'tkaza olish nasib etdi va bunda juda ham katta mana shu hozir aytib o'tilayotgan imkoniyatlardan men ayta olaman, har birini his qilmoqdaman yosh olim sifatida. Sababi mana shu ilmiy tadqiqotlarim yuzasidan Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan e'lon qilingan akademik harakatchanlik dasturi tanlovi doirasida laboratoriya tadqiqotlarini amalga oshirishimiz uchun moliyalashtirildi 73 million so'm miqdorda va yana bir tanlov bo'lib o'tdi. Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan yosh olimlarni xorijiy davlatlarga ilmiy stajirovkalarni amalga oshirish bo'yicha va mana shunda ham g'olib bo'lish nasib etdi va yaqin orada Yevropani Debrecen universitetida mana shu tadqiqotlarimni aynan rak hujayralarida bo'lgan ta'sirlarni o'rganish imkoniyati berilmoqda va bu aytmoqchi bo'lganim bizadakan yosh olimlarga berilayotgan prezidentimiz tomonidan berilayotgan imkoniyat deb bilaman va biz aynan mana shu imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanib mana shu tanlovlarda ishtirok etib va boshqa yosh olimlarni ham shu tanlovlarda ishtirok etib o'zini tadqiqotlarini chuqurroq o'rganishga chaqirib qolasiz. Mana siz hozir akademik harakatchanlik haqidagi tanlov to'g'risida gapirib o'tdingiz va bu tanlov tushunishim bo'yicha bir necha yillardan beri o'tkazilib kelinadi. Mana shunday yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash uchun yana qandaydir tanlovlar, grantlar e'lon qilib boriladimi? Ularni mana hozir xorijga stajirovka o'tash haqida gapirib o'tdilar. Bu jarayonlar haqida bizni tushuntirib o'tsangiz. Albatta, Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan, Fanlar akademiyasi tomonidan bunaqa stajirovkalar e'lon qilib boriladi. Ayniqsa yoshlarga hozirgi kunda Fanlar akademiyasini xorijiy tashkilotlar, oliy ta'lim muassasalari, fanlar akademiyalari bilan xalqaro hamkorliklar juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan va o'sha xorijdagi stajirovkalar uchun ikki tomonlama kelishuv asosida yoshlar jo'natiladi. Ayniqsa o'sha yoshlar uchun alohida urg'u beriladi. Mana 2025-yil 27-dekabrdagi prezidentimizning 390-qarorida ham Fanlar akademiyasini tubdan takomillashtirish belgilab berildi va bu yerda yoshlar uchun alohida bandlar kiritildi. Yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash uchun. Mana hozirgi so'zlaringizni o'zidan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, o'z vaqtida qilingan to'g'ri mehnat vaqt o'tib algoritmik ketma-ketlikda o'z natijasini ko'rsatadi va hozirgi kunda bajarilayotgan ishlar, tashabbuslar va barcha harakatlarning algoritmik ketma-ketligida kelajakda bizni qanday yutuqlar kutmoqda, aynan xotin-qizlarning ilm-fan sohasidagi ishlaridan? Mana misol uchun o'z misolimni aytishim mumkin. Men o'z misolingizda aytsangiz ko'proq yoshlarga shu o'rnak bo'la oladi deb o'ylayman. Mana shunaqa tashabbuslar qanaqa bizani men avvalo startap loyiha asoschisiman va o'zimni bir kichik g'oyam bor edi va mana shu g'oyani ishlab chiqarishga o'zim joriy eta olish uchun katta bir imkoniyat shu respublikamizda berilmoqda va bunaqa imkoniyatlar mana chet davlatlarda ham ko'p mana boramiz, ko'ramiz, lekin biz O'zbekiston Respublikasichalik yoshlarga bu darajada katta imkoniyatlar berilmayotganini ko'rdik. Aytmoqchiman, bizni g'oyalarimiz, bizni fikrlarimiz mana shu ishlab chiqarish jarayonigacha olib borish imkoniyatlari, startap loyihalar qilish imkoniyatlari berilmoqda ekan, kelajakda albatta biz ayollar olima, ayollar mana shu o'zimizni ilmiy loyihalarimiz, tadqiqotlarimizni xalqqa yetkazib bera olish imkoniyati berilmoqda va bu qaysidir ma'noda kelajakda yurtimizda shu misol uchun men sohamda farmatsevtika sohasi bo'lgani uchun qandaydir ma'noda
qaysidir bir kasallikni oldini olish yoki xalqimizni og'irini yengil qilish vazifasini amalga oshira olamiz va bu bizga o'xshagan mana shu yoshlarni kelajakda albatta yurtimizda katta bir yangi islohotlar qilishga ham yo'l ochib beradi deb o'ylayman. Mana o'z misolingizda aytib o'tdingiz, shu o'rinda faxrlanib aytishim mumkin, men ham bu imkoniyatlardan foydalanganman, chunki magistratura bosqichida siz aytganingizdek shartnoma to'lovi davlat tomonidan qoplab berilgan. Ayollar bugun o'qishi uchun, ilm olishi, izlanishi uchun barcha sharoit yetarli deyishimiz mumkin. Ularni yanada mana shu ilm sohasiga ko'proq jalb qilish uchun yana nimalar qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Albatta, birinchi navbatda o'sha to'g'ri yetkazib berish, olimlarimizning o'sha yoshlar bilan ko'proq muloqotlarini yo'lga qo'yish, ularni yo'naltirish, ularga hozirgi kundagi, ayniqsa yoshlarga ilm fanda bo'layotgan yangiliklarni yetkazib borish bu turtki bo'ladi deb o'ylayman. Shunday davralar bormi? Olima ayollar yig'ilib, o'zaro fikr almashib turadigan. Endi har bitta fanlar akademiyasida ham bizda olima ayollar bor. Ya'ni bu yerda o'sha 32 ta tashkilotdagi faoliyat yuritayotgan barcha olima ayollarni o'z ichiga jamlagan va albatta bu yer respublikamizda ham olima ayollar bor. Bu Endi yoshlarga keladigan bo'lsak, men o'zim respublikada Yoshlar akademiyasi platforma liderlaridanman va aynan respublikamizda Yoshlar akademiyasi faoliyati yo'lga qo'yilgan va bu faoliyat natijasida 1700 dan ortiq yoshlar jalb qilingan. Aytmoqchi bo'lganim, aynan alohida platformalar ham joriy etilgan va Yoshlar akademiyasi tomonidan mana shu yosh olimlar, yosh olimalar, qizlarimiz, ayollarimiz bir joyga jamlanib, biz ko'p yig'ilishlar bo'lib o'tadi. Mitinglar, vazirlar bilan uchrashuvlar, olimlar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tadi va bunaqa uchrashuvlar men o'zim 2019-yilda mana shu Yoshlar akademiyasi a'zosi bo'lganman va bu juda ham katta hayotimda burilishga sabab bo'lgan va aytmoqchi bo'lganim, aynan respublikamizda mana shunaqa ishlar olib borilmoqda. Alohida platformalar joriy etilgan va akademiya faoliyatini aynan yuritib kelayotganini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Demak, mana shunday xotin-qizlar qatori davrasi yanada kengayadi demoqchisiz? Bilamizki, o'zi umuman olib qaraydigan bo'lsak, har bir orzu, maqsad yoki harakat, mehnatlarning ortida insonga kuch beruvchi asosiy bir g'oya bo'ladi va mana shu g'oyani hozirning o'zida jonli efirda O'zbekiston 24 telekanalida aytishingiz kerak bo'lsa, aynan qaysi g'oyani yetkazgan bo'lardingiz? Faoliyatingiz mohiyatini ochib beradigan qaysi g'oyani eshita olamiz hozir? Demak, tengdoshlaringizga, boshqa ayollarga olimalik sari yetaklovchi bir g'oya deyishimiz mumkin. Marhamat. Bir g'oya sifatida ayta olamanki, qaysi yo'nalishda, qaysi fan yo'nalishimi yoki qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar hech qachon to'xtab qolmaslik va albatta oldinga kattaroq maqsadlar qo'yib, shunga harakat qilish. Mana shu g'oya asosida harakat qilish. Rahmat. Albatta, birinchi maqsadni to'g'ri qo'yish kerak deb o'ylayman va o'sha maqsadga intilish kerak. To'g'ri vazifalarni to'g'ri qo'yish kerak deb o'ylayman. Va albatta biz o'zim misolimda aytishimiz mumkin, xotin-qizlar barcha tengdoshlarimizni umuman olganda mana shu jins vakillarini olima bo'lishga, ilm olishga, izlanishga undashimiz, ularni ayol tengdoshlarimizni demak qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Chunki oilada aytganimizdek bir ayol o'qisa, uning farzandlari ham ilmli bo'ladi va farzandlarning tarbiyasida ham juda katta rol o'ynaydi, shundaymi? Bugungi kunda mana bu davra suhbati haqida gapirib o'tdik. Olima ayollar davra suhbati bo'ladi. Bizni nimalar kutyapti? Bu davra suhbatida olima ayollarni qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish maqsadida ham ishlar amalga oshiriladimi? Albatta, She Science 26 bu Markaziy Osiyo olima ayollar xalqaro forumida bu yerda rag'batlantirishlar ham ko'zda tutilgan. Yilning grant tanlovlari g'oliblari, chunki har yili mana respublikamizda o'sha olima ayollar tanlovi, ko'rik tanlovi o'tkazib boriladi va bu yerda o'sha ko'rik tanlov g'oliblari
albatta taqdirlash bo'lib o'tadi. Va mana shu taqdirlashlar ishonamizki kelajakda o'z natijalarini ko'rsatadi, zeroki vaqt bejizga ketayotganligi yo'q. Unda mehnat, harakat va intilish bor ekan. Mana shu siz ham bizning suhbatimizga ajratgan vaqtingiz uchun tashakkur deymiz. Eslatib o'tamiz, bugungi mehmonlarimiz olimalar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Yosh olimlar kengashi raisi, biologiya fanlari doktori, professor Hilola Matniyazova va kelajak bunyodkori medali sohibi, akademik harakatchanlik dasturi g'olibi Iroda Shermatova bo'ldilar. Tashrif uchun rahmat. Bugungi bayram yana bir bor muborak bo'lsin deymiz sizlarga. Sog' bo'linglar.